Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa pensiyadagi aziz insonlarimiz uchun bu ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Agar hozir aytadiganlarimga e'tibor bermasangiz, may oyda pensiya to'lovlaringiz bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki real vaziyatga tayyorgarlik ko'rish uchun aniq ko'rsatma. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'proq insonga yetib borishiga yordam beradi. Muammo mohiyati, avvallari va hozir nima o'zgardi? Azizlarim, pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi, lekin shu bilan birga ba'zi qoidalarga e'tibor bermaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ilgari ko'pchilik pensiya olish jarayonini juda oddiy deb bilardi. Pensiya tayinlandi, pul har oyda o'z vaqtida bank kartasiga tushadi yoki pochta orqali yetkaziladi, tamom. Ammo so'nggi yillarda akborot texnologiyalari jadal rivojlanishi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan birga pensiya tizimida ham ba'zi muhim o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda sizning pensiya to'lovingizni olishingiz faqatgina pensiya jamg'armasining so'hishiga yoki tizimning avtomatik ishlashiga bog'liq emas. Ba'zi hollarda sizdan ham faollik talab qilinadi. Ayniqsa agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa yoki qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlarni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga yetkazishingiz zarur. Agar buni aprel oyining oxirigacha amalga oshirmasangiz, may oyidagi pensiya to'lovlari bilan bog'liq jiddiy kechikishlar yoki hatto to'lovning to'xtatilish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta hech kimga kerak emas, ayniqsa har bir tiyinni tejab yashaydigan pensiyadagilar uchun. Keling, bu qaysi holatlar ekanligini batafsil ko'rib chiqamiz. Pensiya olish uchun aprel oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan 5 muhim ish. Birinchi muhim ish pensiya qayta hisoblash uchun ariza berish. Bu ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan, lekin ish stajini qayta hisoblash uchun o'z vaqtida murojaat qilmagan fuqarolar uchun juda muhimdir. Agar siz pensiya tayinlanganidan keyin yana ish stajiga ega bo'lgan bo'lsangiz, masalan 3, 5 yoki hatto 10 yil ishlab qo'ygan bo'lsangiz, bu qo'shimcha staj pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya fondi sizning ish stajingizni avtomatik ravishda amar a tavish ish chesh tajda tematikdan mattendan yangilamasligi mumkin. Buning uchun sizdan ariza talab qilinadi. Tasavvur qiling, Otabek amaki 2 yil oldin pensiyaga chiqqan, lekin salomatligi yaxshi bo'lgani uchun kichik bir qo'riqxonada qo'riqchi bo'lib ishlashni davom ettirgan. U shu 2 yil davomida olgan ish haqi va ish staji pensiyasiga qo'shilishi mumkinligini unutgan. Agar Otabek amaki aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilib, qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan mehnat daftarchasi ko'chirmasini topshirmasa, uning may oyidagi pensiyasi avvalgi miqdorda qolaveradi. Ammo agar u aprel oxirigacha bu ishni bajarsa, may oyida nafaqat pensiyaning yangi oshirilgan miqdorini oladi, balki ba'zi hollarda o'tib ketgan oylar uchun ham qayta hisoblangan pulni olishi mumkin. Bu jarayon har bir pensiya oluvchi uchun har yili amalga oshirilmasligi mumkin, lekin agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, bu siz uchun dolzarb. Shuningdek, ba'zilar pensiya tayinlanishidan oldin barcha hujjatlarini to'liq taqdim etmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Mavluda Sola pensiya rasmiylashtirilayotganda bitta eski qo'lsozdagi ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini topa olmagan va shuning uchun bu davr uning pensiyasiga qo'shilmagan. Agar u hozir bu hujjatni topgan bo'lsa va aprel oxirigacha pensiya jamg'armasiga topshirsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi va may oyidan boshlab ko'proq pul olishi mumkin. Bu ayniqsa umr bo'yi yig'ilgan stajining qadrini biladigan insonlar uchun juda muhimdir. Har qanday qo'shimcha hujjat, diplom, malaka oshirish sertifikatlari ham pensiyaning miqdorini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Agar ular pensiya miqdorini hisoblashda inobatga olinishi kerak bo'lgan muddatda olingan bo'lsa. Ikkinchi muhim ish ma'lumotlarni yangilash. Bu eng keng tarqalgan va ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladigan masalalardan biridir. Pensiya to'lovlari sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga bog'liq bo'lganligi sababli agar bu ma'lumotlarda o'zgarishlar bo'lsa va siz ularni pensiya jamg'armasiga bildirmasangiz, to'lovlar bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Qanday o'zgarishlar nazarda tutilmoqda?
birja to'chaklara rasili tali tendezler bir. Pasport ma'lumotlaridagi o'zgarishlar. Pasportingiz muddati tugagan bo'lishi yoki yangi pasport olgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zan yoshga doir pasport almashtirish talab qilinadi va yangi pasport raqami yoki seriyasi pensiya jamga armasi ma'lumotlar bazasiga kiritilmagan bo'lsa, bu sizning shaxsingizni tasdiqlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Dilfuza opaning holatini qoraylik. Uning pasporti muddati o'tganini bilmagan va may oyda pensiya olmoqchi bo'lganida bank unga xizmat ko'rsatmagan. Agar u aprel oyining oxirigacha yangi pasport olib, uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, may oyidagi pensiyasi kechikishi mumkin. Hatto bank kartasi bloklanish holatlari ham uchraydi, chunki banklar ham vaqti bilan mijozlarining pasport ma'lumotlarini yangilab turishadi. Manzil o'zgarishi. Agar siz doimiy yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, ba'zi hollarda pensiya to'lovlari avvalgi manzilingiz bo'yicha yuborilishi yoki pochta orqali yetkaziladigan bo'lsa, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarida pochta orqali pensiya oladiganlar uchun muhim. 3. Bank kartasi yoki bank rekvizitlarining o'zgarishi. Agar siz boshqa bankka o'tgan bo'lsangiz, kartangiz yo'qolgan bo'lsa, tugagan bo'lsa yoki yangi bank kartasi olgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga darhol xabar berishingiz shart. Aks holda pensiya mablag'lari eski yoki amalda bo'lmagan hisob raqamiga o'tkazilib, siz pensiya ololmasligingiz mumkin. Murrod aka bank kartasining muddati tugaganini bilmasdan may oyidagi pensiyasi tushmaganidan hayron qolgan. Agar u aprel oxirigacha yangi bank kartasini pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, may oyidagi to'lovi bilan bog'liq muammolar davom etishi mumkin. Nikoh holatining o'zgarishi. Ba'zi nafaqa turlari, masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi shaxsning nikoh holati o'zgarishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bunday holat yuzaga kelgan bo'lsa va siz bu haqda xabar bermasangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanib, kelajakda ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. 3. muhim ish hayotdaligini tasdiqlash. Bu asosan pensiyani vasiy yoki ishonchli vakil orqali oladiganlar, shuningdek chet elda yashaydigan yoki ma'lum sabablarga ko'ra shaxsan pensiya jamg'armasiga murojaat qila olmaydigan shaxslar uchun dolzarb. Pensiya jamg'armasi har yili ma'lum bir guruh pensionerlardan ularning hayotdaligini tasdiqlovchi hujjat taqdim etishni so'rashi mumkin. Bu byudjet mablag'larining noto'g'ri ishlatilishini oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan profilaktik choradir. Chevaropaning o'g'li har oy onasining pensiyasini olib keladi. O'tgan yili Chevaropaning o'zi biror sababga ko'ra pensiya jamg'armasiga bormagan. Shu sababli bu yil uning shaxsan o'zi kelib, hayotdaligini tasdiqlashni talab qilishlari mumkin. Agar aprel oyining tingati oksiriti kindadegati chindaka kiti tanjak kinda chiva waitiwa aydavari opa pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasa, uning may oyidagi pensiyasi to'xtatib qo'yilishi mumkin. Qonunchilikka ko'ra ba'zi nafaqashorlar o'zlarining hayotdaligini tasdiqlovchi hujjatni har yili taqdim etishlari shart. Bu talab ko'pincha maxsus xabarnomalar orqali yuboriladi, lekin ba'zida bu xabarnomalar qayergadir yo'qolib qolishi mumkin. Shuning uchun agar sizning holatingiz shunday bo'lsa yoki sizda shubha tug'ilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz shart. Chet elda yashovchi fuqarolar uchun bu konsullik yoki diplomatik vakolatxonalar orqali amalga oshiriladi va bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun ular uchun aprel oyining oxirgi kuni juda kech bo'lishi mumkin. Bunday insonlar ushbu masalani yanada oldinroq hal qilishlari kerak edi. 4. muhim ish qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar uchun ariza berish yoki ularni yangilash. Ba'zi pensiyadagi fuqarolar pensiyadan tashqari boshqa turdagi ijtimoiy nafaqalarga ham haqli bo'lishi mumkin. Bular nogironlik nafaqalari, yakka yolg'iz keksalar uchun beriladigan qo'shimcha yordam pullari, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam yoki hatto isitish tizimini qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan kompensatsiyalar bo'lishi mumkin.
ko'pgina hollarda bunday nafaqalar har yili yangilanishi yoki ma'lum bir muddatda ariza berishni talab qiladi. Nodira opaning nogiron farzandi bor va u har yili uning parvarishi uchun beriladigan qo'shimcha nafaqani oladi. Bu nafaqa har yili mart-aprel oylarida yangilashni talab qiladi. Agar Nodira opa aprel oyining oxirigacha ushbu nafaqa uchun arizasini yangilamasa, may oyidan boshlab bu to'lov to'xtatiladi. Shuningdek, davlat tomonidan e'lon qilinadigan yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari ham bo'lishi mumkin. Masalan, bahor oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun bir martalik moddiy yordam dasturi e'lon qilingan bo'lsa, buning uchun ariza qabul qilish muddati ham aprel oxirigacha bo'lishi mumkin. Bu kabi imkoniyatlardan foydalanmaslik, shunchaki sabardor bo'lmaslik tufayli siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Hududiy pensiya bo'limlari yoki mahalla fuqarolari olish mumkin. Ba'zan yoshi ulug' onaksonlarimiz va otaksonlarimiz turli sil tibbiy ko'riklardan o'tadilar va bu ko'riklar natijasida ularga nogironlik to'yfasi belgilanadi. Agar sizda shunday holat bo'lsa va siz nogironlik nafaqasini rasmiylashtirishni kechiktirgan bo'lsangiz, aprel oyining oxirigacha barcha hujjatlarni topshirib, may oyidan boshlab tegishli to'lovlarni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. 5. muhim ish, pensiya fondi hisobotlarini tekshirish va qisatolarni tuzatish. Bu proaktiv qadam bo'lib, kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi. Har bir pensiya oluvchi o'zining shaxsiy hisob varagi holatini pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshirib turishi kerak. Pensiya hisoblashda ba'zida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ish staji noto'g'ri kiritilgan, ish haqi miqdori kamroq ko'rsatilgan yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bor. Qarrim aka o'zining bank hisobiga tushayotgan pensiya miqdorida doimiy ravishda ozgina kamchilik borligini sezgan. U avval bunga e'tibor bermagan, lekin keyinroq jami miqdor katta farq qilayotganini tushungan. Agar Karim aka aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z hisobotlarini tekshirtirsa va satoni aniqlasa, pensiya jamg'armasi ushbu satoni may oyidagi to'lovgacha to'g'irlashi mumkin. Agar u bu ishni kechiktirsa, satoni tuzatish jarayoni yanada cho'zilishi va uzoq vaqt davomida kamroq pensiya olishga majbur bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi sizga ortiqcha to'lovlarni amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Bu holat aniqlansa, kelajakda bu ortiqcha to'lovlarni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning hisobotlaringizni muntazam tekshirib turish nafaqat kamchiliklarning oldini oladi, balki sizga tegishli bo'lgan barcha mablag'larni o'z vaqtida va to'liq olishingizni ta'minlaydi. Ayniqsa, yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar yoki pensiya hisob kitobi borasida shubhalari bo'lganlar uchun bu juda muhim. Ish stajining har bir yili, har bir oyi va har bir ish haqi miqdori pensiya hajmini belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmang. Bu tekshiruvlarni amalga oshirish bugungi kunda juda soddalashgan. Davlat xizmatlari markazlari orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali shaxsiy kabinetga kirib ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati mavjud. Ammo shaxsiy tashrif orqali batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Albatta, har bir qoidaning o'z istisnolari va noaniq jihatlari bo'ladi. Ba'zi hollarda yuqorida sanab o'tilgan holatlar avtomatik ravishda amalga oshirilishi mumkin, lekin bu sizning shaxsiy holatingizga bog'liq. Masalan, ba'zi pensiya turlari har yili qayta hisoblanishi majburiy bo'lsa, boshqalari uchun faqatgina shaxsiy murojaat talab qilinadi. Shuning uchun menki avtomatik hisoblanar degan qisatu fikrga tushmang. Eng savfli tuzoq bu. Qog'ozbozlikdan qo'rqish yoki pensiya jamg'armasiga borishga erinish. Ko'pchilik barcha hujjatlarni yig'ib borish juda murakkab va vaqt talab qiladi deb o'ylaydi. Biroq bugungi kunda davlat idoralarida xizmat ko'rsatish sezilarli darajada yaxshilangan. Sizdan faqatgina bir marta harakat qilish talab qilinadi. Buning evaziga esa bir necha oy yoki yillar davomida ortiqcha pul yo'qotishdan saqlanasiz. Yana bir noaniq jihat sabardorlikning yetishmasligi. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida hammaga ham o'z vaqtida sabr yetib bormaydi. Shuning uchun bu kabi ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarni tekshirish yoki imkoni bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qilish juda muhimdir.
ba'zan yangi qonun hujjatlari qabul qilinadi va ular pensiya hisob kitoblariga sezilarli ta'sir qiladi. Agar siz bu yangiliklardan beksabar bo'lsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, bolalikdan nogironligi bo'lgan bolalarning parvarishchilariga beriladigan nafaqa miqdorlari yoki muddatlarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yoki pensionerlarga beriladigan ba'zi chegirmalar yoki kompensatsiyalar uchun ariza berish shartlari o'zgarishi mumkin. Bularning barchasi haqida ma'lumotga ega bo'lish sizga moddiy jihatdan foyda keltiradi. Yodingizda tuting, bilmagan aybdor emas degan gap pensiya masalasida ish bermaydi. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalanishi shart. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qanday qilib yuqorida aytilgan ishlarni aprel oyining oxirigacha samarali bajarish mumkin? Va qayerga borish kerak? Barcha masalalar bo'yicha asosiy murojaat manzili bu yashash joyingizdagi pensiya jamoatida Turon dalalan va shaharcha bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi pokchil. Agar siz bank kartasidagi muammo bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, avvalo o'z bank filialingizga murojaat qiling. Qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar bo'yicha masalalarda mahalla fuqarolar yeginlari ham ma'lumot berishi va hujjatlarni qabul qilishi mumkin. Chet elda yashovchilar uchun O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari yoki konsulliklari qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pende pasport asli va nusxasi, pensiya guvohnomasi. Agar pensiya qayta hisoblash uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi asli va nusxasi yoki ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, diplomlar, sertifikatlar. Agar ular pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, yangi pasport, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnoma, manzil o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, yangi bank kartasi rekvizitlari, bankdan olingan ma'lumotnoma, hayotdaligini tasdiqlash uchun shaxsan tashrif buyurish yoki talab qilingan hujjat, masalan, tibbiy ko'rik natijalari taqdim etish. Qo'shimcha nafaqalar uchun tegishli arizalar sog'liqni saqlash muassasalarida ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha oilaning tarkibi va daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar muhimi. Har doim kerakli hujjatlarning asl nusxalarini va ularning nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Ko'pincha joylarda nusxalar kerak bo'ladi. 3. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limlarida standart ariza blankalari mavjud. Sizga maslahatchilar yordam berishadi. Arizangizda vaziyatni aniq va tushunarli qilib bayon eting. Masalan, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Chunki 2007 yildan 2004 yilgacha Akkor sonasida ishlaganman. Yoki pasportimning seriyasi va raqami o'zgarganini ma'lum qilaman. Arizangizni 2 nusxada yozing. Birini pensiya jamg'armasiga topshirasiz, ikkinchisiga esa qabul qilgan sodimning imzosi, sanasi va tashkilot muhri bilan tasdiqlatib o'zingizda saqlaysiz. Bu sizning murojaatingiz tasdiqlanganini ko'rsatuvchi hujjat bo'ladi. Hujjatlarni topshirayotganda barcha kiritilgan ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar shubhangiz bo'lsa, tushuntirish so'rashdan tortinmang. Aprel oyining oxiri bu qachon? Aprel oyida yakshanba va dam olish kunlari borligini unutmang. Shuning uchun oxirgi haftani kutib o'tirmasdan imkon qadar tezroq murojaat qilishni maslahat beraman. Aprelning so'nggi ish kuni bu, tabis aprel seshanba. Ammo sizga ertaroq borishni tavsiya qilaman, chunki oxirgi kunlarda pensiya jamg'armasi ko'payish mumkin. Shunisi foyda va yakuniy ogohlantirish. Aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya to'lovlaringizni may oyida muammosiz olishingiz uchun aprel oyining oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan 5 ta muhim ish haqida batafsil gaplashdik. Bu nafaqat sizning moddiy ahvolingiz, balki qonun oldidagi mas'uliyatingiz hamdir. Yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling va esda tutingki, sizning faolligingiz va diqqatingiz kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Men umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi.
Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz qaysi masalaga ko'proq duch keldingiz? Bu ma'lumotlar sizga yordam beradimi? Yoki sizda boshqa savollar bormi? Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling, toki keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, salomat bo'ling.